Assalomu alaykum arzon chorvani YouTube'dagi obunachilar. Obunachilar, Xudo xolasa narxi arzondan qidirib yurolmaymi? Videoni boshidan bittadan like tugmasini bosib, kanalga obuna qo'yinglar. Xudo xolasa narxi arzonida xunajillarda zo'ridan olib kelib qo'ygan Elchadbek do'stimizda mini mol fermalarga yetib kelamiz. Hamma ma'lumotini bilamiz. Bo'ybastlar, qayerda stopkasi bor. Hamma ma'lumoti bilan tanishamiz. Videoda orqacha ko'rib tursangiz bo'ldi. Assalomu alaykum. Elchadbek, maza yaxshimi? Ha, yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Arzon chorvaning ashaddiy obunachilari, akalar. Bugun sizlarga Necha bosh Xudo xolasa bugunga soni? 5 bosh. 5 bosh. Narxini arzon qilib berasiz. Arzon qilib beramiz, do'st. Bittadan like bosi va obuna bo'lib qo'ysa bo'ldi. Bo'ldi, qaysilardan boshlaymiz? Bash bir boshqadan boshlayveramiz. Bo'ldi, shved taqiqi zo'ridan. Bo'ylari 1.10 pilushka. 10 pilushka olarsizlar. Stakan tuyoq Xudo xolasa fermadan chiqqan 69 68. Ostlari ham haqiqiy ideal holatda ekan. Qayerda stopkasi bor? Uy bo'lsa bo'ldi, ketaveradi. Uyi bo'lsa bo'ldi. Yebichlar yaqin, yebich yaqincha garantiyasi bor. Bir hafta 10 kun garantiyasini beramiz. Bo'ldi, aloqaga chiqasizlar, Xudo xolasa narxi nechi pul? Narxini siz obunachilaringizga 15,5 dan kam bu. 15,5 million kami bor. Bor. 15 million 300 mingga ozmas sayrini qilib berasan, vodiy bo'ylab dostopkasi. Bor baraka. Obunachilar, Xudo xolasa 15 million 300 ming so'mga shved taqiqi zo'ri. Oq quloq, oq tumsha, vodiy bo'ylab dostopkalar bor. Keyingilariga Bitta qorani qo'yib qo'ydim. qora panterasidan, ha? Ha. Ostlari ham haqiqiy ideal holatda ekan. Mana shuni bitta surib ko'rsataylikchi. Obunachilar kindihvili variantidan so'ragan obunachilarimiz. Bo'ylari necha keladi? Bo'yi mana shu ikkisi bir xil. Mana shu ikkitasini bir joyga 1.10 pilus. 1.10 dan Xudo xolasa jupini olaman degan obunachilarimizga. Ikkalasini jup qo'yib beramizmi? Yakka qo'yib. Bo'ldi, yakka qo'yib beramiz. Stakan tuyog'idan Xudo xolasa yebich yaqincha garantiyasi bor. Bir hafta 10 kun. Hammasiga bir hafta 10 kun Bir hafta 10 kundan. Vodiy bo'ylab dostopkani qilib berasiz. Qilib beramiz. Narxi nechi pul? Hisoblachilar 14 milliondan ketaveradi. 14 million so'mga o'zini. 14 milliondan yakka. Bo'ldi, jupi. Jupi 28. Jupiga 28 million so'm. Ozmos kam bo'yadi. Ostlari ham haqiqiy ideal holatda. Ikkalasini bir joyga olaman degan obunachilarimiz 28 millionga xayri kam bo'ladi. Bo'ladi. 27,5 millionga chiroyli qilib xayrini o'tib berasiz. Bor baraka. 13 million 750 ming so'mdan aloqaga chiqasizlar. Bittadan like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Xudo xolasa to'rinchisiga. Mashimi? To'rinchisiga shuni qo'yib qo'ydim. Shuni o'ppa o'zini Xudo xolasa. Stakan tuyoq yoshayliklari Yoshliklari 8-9 oylik. 8-9 oylik. Hammasi o'zi shunaqa shkilga. Ha. Ostlari ham ideal holatda. Bo'ylari necha kilo primerni? Bunimi? 1.5 pilushka olayapti. 1.5 pilushka olaverayotgansizlar, Xudo xolasa obunachilar. Firminning variantidan 45-42 qulog'ida tamg'alari ham Xudo xolasa narxi nechi pul? La 13 ham. 13,5 million so'mga qayerda sutgan berasan? Ketaveradi. Vodiy bo'ylab. Kelishiladi. Bo'ldi. 13 million tekisga bor baraka. Barakasi. Bor baraka. Obunachilar, Xudo xolasa 13 million so'mga aloqaga chiqasizlar. Like-da tirsillatib bosib qo'yasiz. Har qanday nuqtalar bonus. Bonus ha. Xudo xolasa oxirgisiga bitta bonus qilib berasan. Necha pul qilib berasan narxini buni? Bunimi? Xudo xolasa stakan tuyoq. O'talar o'ynoqlar ekan. Ostlari ham haqiqiy ideal holatda. Bo'ylari 1 metr, 1.5 kelaveradi. Kelaveradi. Yoshliklari 7-8 oylik. 7-8 oylik. Yebich yaqincha garantiyasi bor. Bir hafta 10 kun garantiya beriladi. Qog'ozda stopkasi bor. Vodiy bo'ylab bu ham ketaveradi. Kelishga oldi ketaveradi. 13 million 200 dan. 13 million so'mga bor baraka. Obunachilar, Xudo xolasa 13 million so'mga aloqaga chiqib bittadan like tugmasini bosib qo'yasizlar. Bugungi videolarimiz tugadi. Xudo xolasa hammani chorvasidan mayna qilib 10-15 yillar boqish nasib qilsin.